Mana bu mashinani qaranglar, 42 kubga qolibdilar ekan, tentovkani ham rangini shunaqa chiroyli tanlabdilar. Beskamerniy balonlar. Nomeri qaranglar, mashina alohida mavzu, nomer alohida mavzu deydi-yu. Akamni to'xtatdim, erinmasdan. Charchamayapsizmi aka, tinchmisiz? Aka, buni mashina ko'rib tursa, nega gaz qo'ymadingiz aka bunga? To'xtamasa, yaxshi rasxodda. Gaz qo'ymaymizmi? Yo'q, xudo xolasa 10 ming narigi. Hozir aytyaptilar, hozir yangi yilishi ko'paydi, keyin 17-18 taga tushib qoladi rasxod deb aytyaptilar. Gaz qo'yish niyatim yo'q deb aytyaptilar. Bo'lmasa pritsep bo'ling bunga. Parovoz pritsep qo'ying, zo'r chiqadi. Gap yo'q aka, mashina chiroyli qo'yapsiz. Endi Namangandan xudo xolasa nimaga kelyapsiz endi? Chinozga. Aka, zo'rg'a ko'ndirdi videoga tushishga. Mashina nasib bo'ladimi o'zlarini? Qayerdan oldingiz? Andijondan oldingizmi? Andijondan. Yerevalga qanaqa aka? Yerevalga yaxshi. Nechta kundan keyin yuborib Yerevalga? Mana shu 6,5 o'rndan bilan chiqib ketdi. Qanaqa chiqdi? Zo'rim yangiligicha qiynamadi. Discordda o'zini holatda chiqib ketdi. Gap yo'q. Xo'p, bitta o'zlarini obzor qilgan mashinalarini Tiger'ga model. Ko'ringlar, mana spalnisi ham bor. Boboda uzoq yo'lga dalil qatnamoqchi bo'lsangiz, yotib ketishga spalnisi ham bor. Bu o'zida ham o'rtada ham yotsa bo'ladi, orqada ham yotsa bo'ladi, bemalol ikki kishi. Akam 42 kubali qolibdilar mashinani. Gap yo'q, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Zo'rg'a ko'ndirdim lekin. Bu videoni texnik olaman degan shu bilan yuborib qo'yamiz.